Oxirgi snaryad yerga tushganida Ikkinchi jahon urushi Germaniyani shunchaki mag'lub etgani yo'q. Uni chilparchin qildi. Butun shaharlar vayronaga aylandi. Qizil armiya Germaniyaga yaqinlashar ekan, millionlab tinch aholi uysiz, och va qo'rquv ichida edi. U holatda urushdan keyingi yangi, dahshatli bir bosqich boshlandi. Bu tirik qolish urushi edi. Infratuzilmasi butunlay vayron bo'lgan Germaniyada eng oxirgi jang ochlik jangi boshlangandi. Bugungi sonda siz urushdan keyingi Germaniya, uning aholisi, sovuq urushning kelib chiqish sabablari va Ikkinchi jahon urushidan keyingi dunyo haqida bilib olasiz. Bu xuddi shunday kanali va biz boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Urush oxiriga kelib, ittifoqchilarning bombardimonlari Germaniyaning katta qismini tanib bo'lmas darajada buzib tashlagandi. 3,6 millionga yaqin uy vayron bo'lgan, butun mamlakat bo'yicha har 5 ta binoning biri jiddiy shikastlangan yoki yer bilan yakson qilingan edi. Portlashlar natijasida 300-400 ming atrofida tinch aholi halok bo'ldi. Yana qariyb 800 ming kishi yaralandi. Hech narsa barqaror ishlamasdi. Mamlakat infratuzilmasi izdan chiqqan. 7-12 million atrofidagi ko'chirib yuborilgan nemislar asosan ayollar, bolalar va qariyalar. Na boradigan joyi, na tirikchilik manbaiga ega edi. Bundan tashqari yosh erkaklar keskin yetishmasdi. 5,3 million kishi frontlarda halok bo'lgandi. Bu 18-35 yoshdagi erkaklarning taxminan 25-30% degani. Mamlakat tizzasigacha qashshoqlikka cho'kkan edi. Urushning oxirgi kunlarida Sovetlar Berlindan bostirib kirayotgan paytda shahar allaqachon ittifoqchilar reydlari tufayli xarobaga aylanadi. O'smirlar, ko'pchiligi hali Gitler qo'shini sifatida to'p o'ljasiga aylandi. Boshiga katta dubulg'alar, ongiga esa Germaniya kuldan yana tiriladi degan natsistik tashviqot quyilgan bu bolalar radiodan Josef Goebbelsning murojaatini eshitishgandi. Unda Goebbels ittifoqchilarni Germaniyani egallaganini aytadi-da, bo'rilar kabi jang qilinglar. Bu sizlarning oliy burchingiz deya ularni jangga chaqiradi. Bu yaqqol jangga da'vat edi. Lekin oradan ko'p o'tmay, o'sha nutq egasining o'zi ham, oilasi ham Gitlersiz va natsizmsiz hayotni qabul qilmasdan o'limni tanlaydi. Aslida esa nemislarning mutlaq ko'pchiligi oxirigacha jang qilish niyatida emasdi. Goebbels o'zining so'nggi efirida Berlin himoyachilari deb atagan odamlar, ya'ni befoyda o'lishi kerak bo'lgan fuqarolar edi. Ammo askarlar bunday taqdirni o'zlari uchun ep ko'rmaydilar. Masalan, teatr tanqidchisi Friedrich Luft va uning tanishlari vayron bo'lgan uyning podvalida yashirinib o'tirgan edi. Tanklarning temir g'ildiraklari shahar bo'ylab g'ijirlay boshlaganida, u deraza tirqishidan mo'ralab, ko'chada vahima bilan chopayotgan odamlarni ko'rdi. Yonib turgan uy oldidan bolasi aravachasini sudrab qochayotgan ona. Berlin butunlay vayrona va o'lim manzarasida edi. Hamma ruslar kirib kelishidan oldin oxirgi umidsiz tayyorgarliklarini ko'rardi. Luft yashiringan joydan uncha uzoq bo'lmagan yerda kimlardir Gitler portretlari va natsist bayroqlari bor uylarni ataylab yoqib yuborardi. Bu men aslida sodiq emas edim degan so'nggi foydasiz urinish edi. Shunda o'q tovushlari eshitildi, Qizil armiya tobora yaqinlashardi. Luft va qolganlar qo'llariga oq mato bog'lab, kelayotgan rus kolonnasi tomon yugurishdi. Ularni otib tashlashadimi, yo'qmi, bilmasdilar. Ko'plab nemislar uchun urush shunday tugadi. Lekin darhol boshqacha urush boshlandi.
U ham bo'lsa yashab qolish urushi. Devorlar buzilishi bilan bir vaqtda talonchilik boshlandi. Ko'pincha bolalardan iborat to'dalar vayron uylarni talar, buzilgan do'konlardan odamlar yegulik olib qochardi. Buning hammasi kim ulgursa shuniki degan qoida bo'yicha sodir bo'lgan. Jurnalist Rut Andreas Friedrichning ko'zi tutundan to'la ko'chada adashib yurgan bitta ho'kizga tushadi. Yonida shifokor, aktyor va dirijor ham bor edi. Ular ham havo hujumidan yashirinib chiqqanlar. To'rttalovi jonivorni shoxidan ushlab, yonib ketgan uy orqasidagi hovliga olib kirishdi. Dirijor jasorat qilib yonidan o'tayotgan Qizil armiya askariga imo qildi. U ho'kizni o'ldirib beradi. Odamlar och edi. Shu zahoti xarobalar orasidan pashshadek odamlar o'rmalab chiqdi. Axir yashab qolish kerak edi. Har bir odam bitta go'sht uchun talashdi. Mana shu ozodlik edi, mana shu yangi Germaniya. Keyingi kunlar va haftalarda xarobalarda yashirinib yotganlar tashqariga chiqa boshladi. Yurti qop-qora kul bo'lib qolgan odamlar, yuzlari qora tutunga belangan, boshlariga bog'langan bintlar, kimdir qo'li oyog'i bog'langan. Shunchaki bombalangan shahar bo'ylab yaqinlarini izlab yurishardi. Ularning sobiq yetakchisi Yevropadagi barcha odamlarning 6%ni o'ldirgan urushni boshlab bergani, Germaniya millionlab yahudiylarni qirg'in qilgani, Sovet ittifoqining millionlab fuqarolarini yo'q qilgani ularning kelajagiga qattiq ta'sir qilardi. Nemislar bularning hammasi bilan keyinchalik yuzlashishi mumkin edi. Hozirchalik esa ular ovqat topishlari kerak. Germaniya 4 ta okkupatsiya zonasiga bo'lindi. Amerikaliklar, Britaniyaliklar, fransuzlar va sovetlar o'z hududlariga mas'ul bo'lishdi. Berlinning o'zi ham 4 ta sektorga bo'lingandi. Bu bo'linish keyinchalik Sharqiy va G'arbiy Germaniya bo'linishi uchun ham poydevor bo'ldi. Mamlakat infratuzilmasining 80%ni ta'mirlash yoki qayta qurish kerak edi. Odamlarni boqish, ularni uy-joy bilan ta'minlash muhim masalaga aylanib qoldi. Shuning uchun har bir g'olib davlat o'z zonasidagi aholining tirik qolishi uchun javobgarlik oldi. Faqat buni har kim o'z uslubida qildi. Ya'ni hamma o'zining uslubini yaxshi deb ko'rsatib, buni propaganda vositasiga aylantirishdi. Bu orada amerikaliklar, britaniyaliklar va sovetlar yashirincha kerakli natsistlarni qidiradi. Ba'zan urush jinoyatlarini ham suddan yashirib, kelayotgan sovuq urushda o'z pozitsiyasini mustahkamlashga urinardi va aynan shu paytda natsizm bilan bog'liq hamma narsa yo'qotilishi kerak edi. Bu jarayon denatsifikatsiya deyilardi. Qanchasi chin dildan Gitlerga ishongani aniq emas. 1930-yillarning boshida Wall Street inqirozi oqibatlari sezilib turgan. Germaniya hali ham Birinchi jahon urushi tovonlarini to'layotgan, ishsizlik, qashshoqlik, adolatsizlik hukmron bo'lgan paytda natsistlar ko'p odamlarning hayotini ancha yaxshilab yuborgan. Shu bilan birga boshqa odamlarning hayotini butkul izdan chiqargan. Shunday bo'lsa-da, kuchli qo'l kerak degan kayfiyat sabab rejim aholining keng qatlamida qo'llab-quvvatluv topdi. Urush oxiriga kelib ham sodiq tarafdorlar bor edi, lekin norozilik ham o'sib borardi. Faqat uni ochiq aytish xavfli bo'lgani uchun ko'pchilik ichida saqlardi. Tarixchilar taxminiga ko'ra, nemislarning qariyb 3dan 1 natsizmni chuqur qo'llab-quvvatlagan, yana 3dan 1 faol bo'lmasa-da rejimdan foyda ko'rgan. Qolgan 3dan 1 esa shubha qilgan, befarq bo'lgan yoki qo'rqqani uchun indamagan. Ammo urush yakuni yangi bosqichni ham boshlab beradi. Ham nemislar, ham okkupatsiya kuchlari darhol duch kelgan narsa. Bu vayrona tog'lari edi. Zamonaviy hisob-kitoblarga ko'ra, Germaniyada 17,6 milliard kub futga yaqin qurilish chiqindisi paydo bo'lgan. Bu hajm taxminan New Yorkdagi 13-14 ta Empire State Building binosining hajmiga teng va bularning ko'pini ochnahor, asbobsiz odamlar qo'lda tozalashiga to'g'ri kelgan. Og'ir mehnat asosan keksalar, ayollar va o'smirlar zimmasiga tushdi. Mana shu ayollar keyinchalik Trümmerfrauen, ya'ni xaroba ayollari deb ataldi va yangi hamda tuzatilgan Germaniyaning yuzi sifatida tasvirlandi. Berlin, Köln, Essen, Dresden, Frankfurt, Hamburg hamda Duisburg shaharlari
barchasi vayron bo'lgandi. Mamlakat bo'ylab 16 million atrofida ko'p qavatli uylar bo'lsa, shundan 3,6 millioni butkul yo'q qilingandi. Maktablarning ham deyarli yarmi jiddiy zararlangan yoki butunlay buzilgan. Yo'llar, ko'priklar, suv tarmoqlari, elektr stansiyalari, telefon liniyalari, qolaversa pochta tizimi ham deyarli umuman ishlamasdi. Temir yo'llarning 50% ta'mirlashga muhtoj bo'lib qolgan. Shunday bo'lsa-da, endi millionlab odamlar ko'chirilgan hududlardan o'z uylariga qaytishlari kerak edi. Ko'p nemislar bu betartiblikni kim tozalashi kerak bo'lsa, o'sha natsist amaldorlari tozalasin deb hisoblashgan. Urushning asosiy qahramoni o'lib, qolganlari qamoqqa tashlangan yoki qochib ketgan edi. Lekin o'rtacha tumanni boshqargan, buyruq bergan, mafkurani majburlagan partiya rahbarlari mamlakatda qolgan. Endi navbat ularga kelgan edi. Masalan, Duisburgda har bir natsist ko'chaga chiqib mehnat qilishga majbur etilgan. E'londa esa kelmasangiz, siz qamagan siyosiy mahbuslar sizni o'zingizga keltiradi deb yozib qo'yilgan edi. Ammo ular qaytguncha asosan ko'chalarga ayollar chiqishdi. Ular bir-biriga uzatiladigan uzun jonli zanjirlar qilib, g'ishtlarni qo'lda tashirdilar. Tanlash imkoni yo'q edi. Ittifoqchilar 15 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan barcha ayollarni kuniga 9 soat ishlashga majbur qilgan. Ular olgan haq faqatgina biroz yegulik olishga yetardi xolos. Shunga qaramay, bu ayollar vaziyatdan imkon qadar foydalanishga harakat qilishdi. Sovet zonasida ayollar askarlarni ivallar deb atashgan. Ayollardan birining so'ziga ko'ra, ular ba'zan o'z otlarini ayollardan yaxshiroq asrashardi. Keyinroq ma'lum bo'ladiki, ba'zi askarlar ayollarga nisbatan haqiqatdan ham jirkan jinoyatlarni sodir etgan. Shu orada chet ellik jurnalistlar kelib, xaroba ayollarini suratga ola boshladi. Nemis matbuotida ham xalq birlashdi. Hamma qo'lidan kelgancha qayta qurmoqda degan ruhdagi maqolalar chiqdi. Ayollar qahramon sifatida ko'rsatildi. Hatto bu jarayon shu qadar ommalashdiki, xaroba modasi, xaroba adabiyoti, xaroba kinosi va hatto xaroba turizmi ham paydo bo'ldi. Lekin muammo shundaki, Germaniyaning haqiqiy fuqarolari o'z uyidan juda uzoqda bo'lgan. 75 million aholining qariyb 40 millioni urush davomida o'z joyidan qo'zg'atilgan. Urush odamlarni gohida yuzlab, gohida minglab kilometr nariga uloqtirib tashlagan edi. Endi ularni qaytarish kerak. Bu esa insoniyat tarixidagi eng yirik majburiy ko'chirish jarayonlaridan biriga aylandi va u zo'ravonliksiz kechmadi. Qariyb 10 million nemis harbiy asiri uyga qaytishga hozirlanar edi. Sovet lagerlarida hali kamida 3 million, fransuzlar qo'lida yana 750 ming atrofida asir bor edi. Ular yana kutishga majbur bo'lishdi. Qolganlari esa ozod qilinardi. Ko'p ustidagi kiyimidan boshqa hech narsasiz. Ko'pincha uyiga qaytib borsa ham, uyi endi yarim metrli g'isht uyumiga aylanganini bilmasdi. Bunga qo'shimcha bombardimonlar boshlanganida shaharlardan qishloqqa yuborilgan 9 millionga yaqin tinch nemis ham bor edi. Ular qishloqlarda ham xush ko'rilmagan. Endi esa qaytishi vayron bo'lgan shaharlarga yanada katta bosim olib keldi. Bundan tashqari, markaziy va sharqiy Yevropadagi millionlab etnik nemislar ham haydab chiqarilar edi. Ularning ko'pi Polsha, Chexoslovakiya, Vengriya, Ruminiya, Yugoslaviya hududlarida avlodlari bilan yillar davomida yashab kelgan. Bu yerlar ilgari Germaniyaning yoki Avstriya-Vengriya imperiyasining qismi bo'lgan. Endi bu yerlar nemislarniki emasdi va ularga ketasizlar deyishardi. Ko'pchiligi qaytib kelishga arziydigan uy topmadi, hatto xaroba ham yo'q edi. Va eng yomoni, Germaniyaning o'zida ham ularni quchoq ochib kutishmadi. Ularni
Auslander, ya'ni begona deb atashardi. Ittifoqchilar uchun bu keng miqyosdagi odamlar harakati dahshatli logistik muammoga aylandi. Boshqa xalqlar nihoyat ozod bo'lganida ular nemis bilan hech qanday aloqada bo'lishni xohlamasdi. Shunday qilib, urush tugagandek tuyulgani bilan Germaniyada yangi, og'ir, ba'zan shafqatsiz davr endi boshlanayotgan edi. Ba'zilar oddiy nemis fuqarolarini ko'chirilgan hududdan ham darrov haydab soldi. Boshqalar esa qasos olishni tanladi. Ittifoqchilar tartibli va insonparvar qaytarish bo'ladi deb umid qilgan jarayon juda tez orada ancha shafqatsiz va betartib ko'rinish oldi. Ko'plar shunchaki qasos uchun o'ldirildi, ayollar hatto ko'chalarda zo'rlanib ketildi. Yana ko'plab odamlar uzoq g'arb sari yo'lda ochlikdan, kasallikdan yoki sovuqdan halok bo'lishdi. Hisoblarga ko'ra 500 mingdan 2 milliongacha odam umuman uyga yetib bora olmadi. Ularning ko'pchiligi natsistlarni ham, Gitlerni ham qo'llamagan bo'lishi mumkin edi. Lekin mazkur paytda bu narsa ahamiyatsiz edi. Ko'plab yevropaliklar uchun nemis degan nomning o'zi zulm qilishga, urushga yoki o'ldirishga yetarli sabab bo'lgan. Germaniyaning o'zida ham bu qaytib kelayotganlarga nisbatan kuchli norozilik bo'ldi. Ular endi o'zimizniki emas, balki yegulik hamda boshpana uchun raqobat qilayotgan begonalar sifatida ko'rinar edi. Nega haqiqiy nemislar o'z tilida gapirmaydigan, urf-odatlari ham boshqacharoq bo'lgan bu odamlarga ulush berish kerak degan kayfiyat kuchayib ketdi. Ozod etilgan nemis harbiy asirlari ham uncha yaxshi qabul qilinmadi. Ular butun Yevropada yomon ko'rilardi. Ularni jamiyatga yana qo'shib yuborish xavfli deb hisoblanardi. 1-2 million kishi Reyn bo'yidagi 19 ta lagerga jo'natildi. Bu yerda ular endi harbiy asir sifatida emas, balki qurolsizlantirilgan dushman kuchlari sifatida ro'yxatga olindi. Bu esa ularga Jeneva konvensiyasi himoyasidan foydalanishga yo'l qo'ymaydigan huquqiy ayyorlik edi. Gebbels ittifoqchilar bo'ri bolalari degan yerosti qarshilik harakati xavfini oshirib yuborishlarini tasavvur qilgan. Go'yoki urush tugasa ham sabotaj qiladigan, partizanlik qiladigan nemis guruhlari haqida gap ketardi. Haqiqiy hayotda esa ayrim sabotajlar kutilmagan qotilliklar bo'ldi xolos. Ularning ko'p ham tarbiyasiz qolgan o'smirlarning ishi edi. Aslida esa urush nemislarning askaridan kurashish irodasini allaqachon siqib chiqargan edi. Shunga qaramay, ittifoqchilar oddiy askarlar birdaniga qo'zg'alib ketishi mumkin deb o'ylab, ularni lagerlarda ushlab turishni xavfsizlik chorasiga arziydi deb bildi. Lekin sharoit yomonlashdi. O'lim darajasi shunchalik ko'payib ketdiki, oz fursatda ularni ozodlikka chiqarishga majbur bo'lishdi. Qancha odam o'lgani borasida bahs bor. Kimdir bir necha ming desa, boshqalar 100 minglab deydi. Ikkinchi raqam ehtimol haqiqatdan yiroq. Sababi erkaklar u yerda faqat bir necha oy ushlab turilgan. Agar deylik 1 yil qolishganida, ehtimol millionlab odam o'lishi mumkin edi. Shunday qilib urush va surgundan qaytgan nemislar butun Yevropani kezib yurdi. Kimdir baribir Germaniyaga yetib kelsa ham ko'pincha xarobalarda kovak qazib yashashga majbur bo'ldi. Boshqalari park o'rindiqlarida uxladi. Kimdir yarim yiqilgan uylarni yoki buzilgan ko'priklarni vaqtincha o'ziga boshpana qilib oldi. Sovuq tushishi bilan shaharlardagi daraxtlar isinish uchun kesib ketilardi. Odamlar qulab tushgan devorlar ostida qolib o'ldi, ochlikdan o'ldi yoki yegulik talashib urushayotganda o'ldirildi. Mahalliy manbalarda aytilishicha, ayrim shaharlarda jinoyatchilik 80% ga oshgan. Shu umidsizlikdan qora bozor paydo bo'ldi. Kimda nima bo'lsa, savdoga chiqardi. Sigareta pulga aylandi. Yoshlar to'dalarga birlashdi. Britan harbiylarining bir hisobotida kechalari 60 kishilik bolalar guruhi shahar bo'ylab ovqat va buyum o'g'irlab yurgani haqida yozilgan edi. Ular vayron bo'lgan univermak podvalini yerosti qishlog'iga aylantirib olishgandi. Myunxenda shunday to'dalardan biri bombalangan mehmonxonani egallab, bo'sh suzish havzasini kichik xonalarga bo'lib tashlagan. Atrofdagi devorlarga esa uyini yo'qotgan, yaqinlarini izlayotgan nemislar o'z ismlarini yozib chiqardi. Balki kimdir ko'rib tanib qolar degan umid bilan. Hech kim tirik, kim o'lganini aniq bilmasdi. Agar omon qolgan bo'lsangiz, qiladigan birinchi ishingiz biror joyga ismingizni yozish bo'lgan. Balki kimdir ko'radi,
eslaydi degan umid bilan. Agar omadingiz kelsa, uyingiz butun qolgan bo'lishi mumkin edi. Boyroq oilalardan chiqqanlar ba'zan jamoat oshxonalarida ovqatlanib, ko'chada arava sudrab ketayotgan uysizlarni tomosha qilib o'tirishardi. Kechqurun pulvorlar barlarda ichishgan, Berlinning o'zida ham vayronalar orasida tomsiz qolgan pablarda odamlar yig'ilib o'tirardi. Eng chuqur nafrat esa natsistlar lagerlarida o'tirib, mo'jiza bilan tirik qolgan mahbuslarda edi. Natsistlar millionlab odamlarni o'ldirgan, ular esa tirik qolgan edi. Natsistlar bu mahbuslarga nihoyatda shafqatsiz munosabatda bo'lgan. Lagerlarda millionlab yahudiylar va sovet harbiy asirlari o'ldirilgan. Erkak qo'riqchilar ularni ko'pincha urib o'ldirgan. Qattiqqo'l ayol qo'riqchilar esa ularga itlarni qo'yib yuborishgan, ustidan kulishgan. Xullas, urush yakuniga yaqin lagerlarda qolgan majburiy ishchilarga ular qo'zg'olon ko'tarishi mumkin deb qarashardi. Shuning uchun ularning ko'plarini yo'q qilib yuborishgan. Shunday chorasiz, hammasini ko'rgan, zo'ravonlik muhitida yashashga majbur bo'lgan odamlar ozod qilingach, rahim shafqat qilish kayfiyatida emasdi. Ular ham to'dalarga birlashib, fransuz, rus, venger, polyaklar pichoq, bolta va boshqa narsalar bilan qurollanib, nemis qishloqlarini kezishgan. Uylarni talashgan, ko'p hollarda butun oilalarni o'ldirib yuborishgan. Ularning g'azabi tushunarli edi. Kimningdir oilasi o'ldirilgan, kimdir hayvondan battar qilinib ishlatilgan, lekin ittifoqchilar uchun bunday talonchilik va qasos qotilliklari katta muammoga aylandi. Chunki o'ldirilayotgan nemislarning hammasi ham natsist bo'lmagan. Hammasi ham Gitlerni qo'llamagandi. Bunday sobiq mahbuslar qotillik uchun qo'lga olinganda ham ko'pchiligi men hech narsa qilganim yo'q, men hech bir yomon narsa qilmadim deb o'ylardi. Ular uchun bu faqat dushmanni o'ldirish edi. Ittifoqchilar esa borgan sari tartibsiz, to'satdan paydo bo'layotgan zo'ravonlik olamiga qarab qolishdi. Eng dahshatli holatlardan biri Bremenda ro'y berdi. Uysiz va daydi bo'lib qolgan polyak sobiq mahbuslari 13 nafar nemis yashab turgan uyga bostirib kirishdi. Hammasini podvalga tushirib, otib tashlashdi. Faqat Vilgelm ismli bolaning otasi o'likka o'xshab yotgani uchun tirik qoladi. Keyinchalik u xotinini va bolalarini yo'qotganiga qaramay, qatllarni kechirganini omma oldida aytib, gazetalarda mashhur bo'lgan. Umuman olganda ittifoqchilar natsistlar lagerida qiynalgan sobiq mahbuslarga yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qildi. Ularga ovqat berdi, bombalangan shifoxona va zavodlarni vaqtinchalik turar joyga aylantirdi. Lekin bu ko'chib yurgan odamlarni nazorat qilish oson emasdi. Ular tez-tez g'alayon ko'tarar, binolarni yoqib yuborar va o'zaro urushib, muammolar hosil qilishardi. Ko'p yillar davom etgan lager hayoti ko'pchilikning ruhiyatini izdan chiqargandi. Ularning ko'pining ortga qaytadigan oilasi ham qolmagandi. Hammaning qaysidir yaqini Holokostda o'ldirilgan yoki majburiy mehnatdan o'lgan. Shuning uchun bu odamlar endi boshqarib bo'lmaydigan ko'rinishda edi. Ittifoqchilarning rus harbiy asirlari uchun tashkil etgan lagerlaridan birida ham shunday bo'ldi. Erkaklar hamma narsani vayron qildi, shundan keyin ularni sovetlar tomoniga jo'natiladigan poyezdlarga tiqishdi. Yo'l-yo'lakay to'dalar tuzilib, favqulodda tormozni tortib, poyezdni to'xtatishar, qishloqqa tushib talar, yana poyezdga minib keyingi bekatda shu ishni takrorlashardi. Bu odamlardan insoniylikni lagerlarning o'zi siqib chiqargan edi. Endi ular o'zlarini shunga yarasha tutyapti. Va bu odamlarning ko'pi Rossiyaga yetib borganida ham yaxshilik ko'rmadi. Stalinning terror tizimi ko'plarini dushman bilan hamkorlik qilgan deb ayblab, darrov quloq qilib lagerga jo'natdi. Shuning uchun ko'plab ruslar uyga qaytishni istamasdi. Ittifoqchilar har kuni 10 minglab odamlarni poyezdlarga chiqarib yuborar, ammo ayrimlari yo'lda g'oyib bo'lib ketardi. Ular yaxshisi noma'lum joyda qolishni Stalin g'azabidan afzal ko'rardi. Keyin yahudiylar masalasi bor edi. Ular lagerlarda tasavvur qilib bo'lmaydigan dahshatni boshdan kechirgan. Do'stlari va oilasi o'limga olib ketilishini ko'rgan. Gettolarda, o'lim marshlarida, majburiy mehnatda jon saqlagan odamlar edi. Endi esa ular yana ortiqcha gavjum, sanitariya yomon, simtorlar ortidagi baraklarda qolib ketdi. Uysiz, pulsiz, o'zlarida faqat chiziqli lager kiyimi bor. Xolos. Ayrimlari shunchalik yomon ahvolda ediki, ularni hatto ko'chirish ham mumkin bo'lmagan. Ular ozod qilinadi, lekin baribir vafot etadi.
Boshqalari juda kam ta'minotda yashadi. Ko'plab yahudiylar polaklar va ukrainlar bilan birga lagerlarda joylashtirildi. Bu millatlarning ayrim vakillarida esa chuqur radikal kayfiyatlar bo'lgan. Bu esa yahudiylar uchun hayotni yanada xavfli qilgan. Hamma uchun eng to'g'ri yechim ularni lagerlardan chiqarish edi. Lekin savol: qayerga? Taxminan 100 ming kishi Germaniyaning o'ziga jo'natildi. Bu albatta tarixiy ironiyaga o'xshardi, lekin ko'pchiligi aynan ittifoqchilar nazoratidagi Germaniyada o'zini Polshaga qaraganda xavfsizroq his qildi. Chunki Polshada urushdan keyin ham yahudiylarga qarshi zo'ravonlik va antisemitizm kuchli bo'lgan. Shunday qilib polak muhojirlari Polshaga qaytib ketayotgan bir paytda yahudiy muhojirlari Germaniyaga o'tishardi. Ha, o'sha mamlakatga, ularni yo'q qilmoqchi bo'lgan davlatga. Ko'pchiligi Myunxenga joylashib baraklar qurdi. Qora bozorda savdo qildi. Shokolad, morfin, ayollar paypoqlari bilan savdo qilishdi. Bu tovarlarning bir qismi ittifoqchi askarlardan olinardi. Albatta, nemislarning hammasi bu yangi to'lqindagi yahudiylarni xushlamadi. Ba'zilar ularni avvalgi yahudiylar emas, bular muloyim ham emas, chiroyli kiyinmaydi ham degan gaplarni ayta boshladi. Bu yana urug' qabila bo'linishlarining tiklanishi edi. O'zi Germaniyada qolgan oz sonli yahudiylar ham Sharqiy Yevropadan kelgan boshqa yahudiylarga to'liq ishonmadi. 1933-yilda Germaniyada taxminan 525 ming yahudiy bo'lgan. 1945-yilga kelib esa atigi 15-20 ming atrofidagisi tirik qolgandi. Endi esa Sharqiy Yevropadan 200 ming atrofida yahudiy kelib joylashyapti. Nemis yahudiylari o'zi asrlar davomida Germaniyada yashagan, tilida gaplashgan, o'zini nemis madaniyatining bir qismi deb bilgan. Shuning uchun ayrimlari yahudiy tilida so'zlashuvchi sharqiy yahudiylarni orqada qolgan deb hisoblagan. Buning ustiga sharqiylari esa nemis yahudiylarini dinini bo'sh tutgan deb tanqid qilgan. Amerikalik yahudiy olim Hannah Arendt 1945-yilda Myunxenga madaniy tiklanish loyihasi doirasida kelganida, u yerda ikki yahudiy jamiyatini ko'rdi. Ikkalasi ham genotsiddan omon qolgan, lekin endi bir-biri bilan kelisha olmayotgan jamiyatlar. 1945-46-yillarda ko'plab Sharqiy Yevropa yahudiylari ruhiy zarbadan chiqa olmagan, fuqaroligi yo'q, yolg'iz Germaniyada qolib ketishdi va hamisha ham do'stona muhitda emas. Sovet yoki yahudiy bo'lmagan boshqa ko'chirilganlarga qaraganda ular hech bo'lmasa bir-biriga tayana oladigan jamoaga ega edi. 1951-yilga kelib ham turli millatlardan bo'lgan 150 ming atrofida ko'chirilgan shaxslar lagerlarda yashab yurardi. Ittifoqchilar ularni hardcore DP deb atashgan. Bu xavfli degani emas, balki ketishni istamayotganlar degani edi. Ko'pchiligi uyga qaytsa, kommunistik rejimlar ostida quvg'in bo'lishidan qo'rqar edi. Bundan tashqari, amerikaliklar va britaniyaliklar ularni yomon boqmayotgandi. Lager hayotiga moslashib qolgan, institutsiyalashgan omon qolish holati shakllangan edi. Lekin sovetlar urushda millionlab odamlarni yo'qotgan davlat sifatida o'z fuqarolarini qaytarishni qat'iy xohlardi. Yaltadagi konferensiyada G'arb ittifoqchilari sovet fuqarolarini qaytarishga rozi bo'lib qo'ygan edi. Shuning uchun vaqt kelganda Britan va Amerika askarlari ularni majburan poyezdlarga chiqarishi kerak bo'ldi. Hardkorlar esa bunga qarshilik ko'rsatdi. Tayoqlarga ham, buyruqlarga ham bo'ysunmadi. Ayrim lagerlarni bo'shatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatishga to'g'ri keldi. Eng fojiali manzaralardan biri Dakkovda bo'ldi. Gazdan keyin amerikalik askarlar pulemyot bilan kirganida ichkaridagilar bizni o'ldiring, lekin jo'natmang deb yolvorgan edi. Propaganda bo'lishi ham mumkin, lekin bir haqiqat bor. Ko'plab sovet fuqarolari uyga qaytishni istamadi. Taxminlarga ko'ra, urush davrida sovetlar o'zining 158 mingga yaqin askarini dezertirlik, qo'rqoqlik yoki dushman bilan hamkorlik qilganligi uchun otib tashlagan. Bu AQShning urushdagi barcha jangovar talofotlarining yarimidan ko'prog'iga teng raqam edi. Shunday ekan, Qizil armiya askarlari uyga qaytamiz degan fikrni quvonch bilan kutmaganiga ajablanmasa ham bo'ladi. Shu orada Germaniyaga yana va yana nemis muhojirlari, deportatsiya qilinganlar kirib kelardi. Mahalliylar ularni shubha bilan qarshi olardi va ularni orqada qolganlar, qabila odamlari, madaniyati pastlar deb atashardi.
Ayrim shaharlarda kelgindilar bilan mahalliylar to'qnashuvi ham sodir bo'lardi. Lekin hammasi ham dushmanlik bilan yakunlanmagan. Urushda shuncha nemis erkaklari halok bo'lgach, mehr va nikoh ham zaruratga aylandi. Germaniyaga bolalar kerak edi. Vaqt o'tishi bilan badarg'a qilinganlar bilan mahalliylar aralasha boshladi va eski adovatlar asta-sekin so'ndi. Shunga qaramay, yillar davomida qochqinlar shaharlardan tashqaridagi zerikarli, bir xil tipdagi uy massivlariga joylashtirildi. Mahalliylar bu joylarga kinoya bilan Kichik Moskva, Yangi Polsha, Kichik Koreya, Mau kabi laqablar qo'ydi. Norozilik yana avjiga chiqqan payt bo'ldi. Nemislar ichki qarzni to'lash kerakligi aytilganida, kimdir hamma narsasidan ayrilgandi, kimdadir esa hammasi deyarli joyida qolgan. O'sha omadi kelganlarga mulkning yarmidan voz kechasiz. Boshqalarga hayotini tiklashga berasiz, deyiladi. Ba'zan buni tenglashtirish yuki deb atashardi. Bu to'lovni 30 yil davomida bo'lib to'lash mumkin edi, lekin baribir odamlar orasida bu gap juda mashhur bo'lmadi. Keyin kelib chiqadigan minglab e'tirozlar, arizalar va bahslarni ko'rib chiqish uchun taxminan 25 ming nafar nemis amaldori biriktirilgan. Hammasi o'ylanganidan ko'ra osongina izdan chiqib, betartiblikka aylanib ketishi mumkin edi, lekin qandaydir tarzda bu ish beradi. Mukammal bo'lmagan bo'lsa ham, ana shu qayta taqsimlash Germaniyaning yangi demokratiyasi poydevorlaridan biriga aylandi. Bunga bir tomondan oilasini boqish uchun qo'lidan kelganini qilgan qora bozorchi odamlar ham yordam berdi. Lekin hamma ham buning uddasidan chiqa olmadi. Ayniqsa frontda og'ir azob chekkanlar. Urushdan yoki lagerlardan qaytgan nemis erkaklarini ko'pincha o'z oilasi ham tanimay qolardi. Ba'zilari sovet lagerlarida yillar davomida yarim och nahor yashagan. Natijada faqat tirik qolishning hayvonona instinktlarini bilardi xolos. Boshqalari urush paytida jirkan jinoyatlarni sodir etgan yoki ko'rgan. Ba'zan aynan natsist jinoyatlarini. Shuning uchun uyga qaytgan odam endi oldingidek emasligiga ajablanmasa ham bo'ladi. Ayollar ham o'zgargan edi. Ular erkaksiz yashashga o'rganib bo'lishgan. Mustaqil, amaliy, tirikchilikni o'zi yo'lga qo'yadigan ayollarga aylangan. Ba'zilari hatto urush bevasining nafaqasini olish uchun shoshilinch turmush qurib qo'ygan. Keyin esa erlari to'satdan qaytib kelgan. Qaytgan erkaklar esa loy, ifloslik va doimiy qo'rquv ichida yillar o'tkazgan. Endi uyga kelib, bir burchakda qimirlamay o'tirib qolgan. Oilaviy hayotdan zavq ola olmaydigan odamga aylanib bo'lgan edi. Bu orada ayollar bolalari bilan birga tirikchilik qilish, ayirboshlash, topib kelish, yashab qolishning ustasiga aylangandi. Uyga erkak qaytganda ko'plari o'z uyida o'zini begonadek his qilgan. Hatto natsist mafkurasi ta'sirida erkak hukmron bo'lishi kerak degan tasavvur bilan ulg'aygan ba'zi ayollar ham o'z erlarining bu ahvolidan ko'ngli qolgandi. Endi barchasi birgalikda sharmandalik va qashshoqlikda yashar edi. Urushdan oldingi davrga nisbatan ajrimlar soni 2 baravar oshdi. Mamlakatda endi ayollar erkaklardan ko'p edi. Ayrim joylarda har 100 nafar ayolga atigi 65-70 nafar erkak to'g'ri kelgan. Shu bilan birga ko'plab erkaklar qarib qolgan. Bolalar ko'p, shaharlar vayron, odamlar bitta kvartiralarda tiqilib yashayotgan sharoitda tasodifiy jinsiy aloqalar avvalgidan ko'ra ko'proq uchray boshladi. Rasmiylar zaxm va boshqa jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar keskin oshayotgani haqida ogohlantira boshladi. Lekin frontni ko'rgan, mayib, ruhiy tomondan sinib qolgan erkaklar ko'p bo'lgani uchun mos yigitlar juda kam edi. Agar siz yoshlikda sog'lom, biroz puli bor nemis yigiti bo'lsangiz, aynan o'sha payt siz uchun eng yaxshi davr edi. Hayron qolishga hojat yo'q. 1922-1926 yillar oralig'ida tug'ilgan erkaklarning deyarli 100% uylanib ketdi. Shunday bo'lsa-da, baribir ko'plab ayollar yonida suyanchiqsiz qolgan edi. Ularning ba'zilari amerikalik yoki britaniyalik askarlar bilan yaqinlik izlashdi. Afsuski, ba'zi ittifoqchi harbiylar ham o'zlarini juda yomon tutdi. Jinsiy tajovuzlar keng tarqaldi, ayrim hollarda qiynash va hatto o'ldirish bilan ham kechdi. Ayniqsa Qizil armiya vahshiyligi bilan esda qoldi.
Sovet askarlari Sharqiy front bo'ylab dahshatlarni ko'rgan edi. Butun qishloqlar yo'q qilingan, oilalari nemislar tomonidan o'ldirilgan, ayollariga esa tajovuz qilingan va ularning ko'pi bu uchun qasos olishni yashirmasdi. Taxminlarga ko'ra, Qizil armiya tomonidan zo'ravonlik bilan tajovuzga uchragan nemis ayollari soni 2 milliongacha bo'lishi mumkin, yoki sal kamroq. 1.4 million ham menimcha dahshatli raqam. Bir ayol o'z xotiralarida shunday degan: "Bombaning tovushi askarning eshik taqillatishidan kamroq qo'rqinchli edi." U qo'shnisi 4 ta shunday tashrifni boshdan kechirganini aytadi. Haqiqat shuki, ular ko'plab ayollarni bir necha marotaba guruh bo'lib qiynashgan. Sovet qo'mondonlari bu ishni to'xtatishga qay darajada uringan? Bu borada hanuz bahslar mavjud. Ha, minglab hibslar bo'lgan. Ayrim askarlar hatto otib tashlangan. Lekin bu jinoyat qilganlarning umumiy soni yonida tomchidek edi xolos. Hatto ba'zi zobitlar Berlindagi ayollarga siyoh solingan kichik idishlar tarqatib, zo'rlagan askarni bo'yoqlab qo'ying, keyin esa biz jazolaymiz degan. Bu esa ham mantiqsiz, ham xavfli edi. Faqat Berlinning o'zida ham har 3 ayoldan biri jabrlangan. 10 mingga yaqini esa shu jabrdan keyin vafot etgan deb taxmin qilinadi. Qizil armiya eng ko'p qo'rqitgan bo'lsa-da, yagona aybdor emas edi. Aniq raqamlarni aytish mushkul, lekin qisqa hisob-kitoblarga ko'ra, AQSh askarlari ham Germaniyada 190 mingtagacha jinsiy zo'ravonlik holatida ayblangan bo'lishi mumkin. AQSh armiyasi 1945-yilning yanvaridan to iyuligacha bo'lgan davrda Germaniyada sodir bo'lgan bunday ishlar bo'yicha 3000 dan ortiq rasmiy shikoyat oldi. Lekin ulardan birortasi qatl bilan yakunlanmadi. Fransiyada esa 29 nafar askar bunday jinoyatlar uchun otib tashlangan. O'zi urushni boshlaganlar allaqachon o'lib ketdi. Lekin qiynalayotganlar har doimgidek tinch aholi. Olman yozuvchisining Aftermath kitobida yozilishicha, eng yomon holatlar Baden va Bavariyada qayd etilgan. Ayrim ittifoqchi harbiylar qishloqlarda yakkam-dukkam turgan nemis fermalariga bostirib kirib, ayollarga tajovuz qilgan, keyin butun oilalarni o'ldirib, yegulik va qimmatbaho buyumlarni olib ketgan. AQSh armiyasining harbiy prokuraturalari bunday talon-toroj uchun ish qo'zg'atgan, lekin jazo har doim ham qat'iy bo'lmagan. Ko'p askarlar buni urushdagi o'ch, g'alaba o'ljasi deb ko'rgan. Ba'zi tarixchilar fikricha, natsist o'lim lagerlarini ko'rganidan keyin ko'plab harbiylar ruhiy jihatdan izdan chiqqandi. Britaniya askarlari ham bunday zo'ravonliklarda qatnashgan, garchi kamroq miqyosda va kamroq hujjatlashtirilgan bo'lsa ham. Hatto bir ingliz harbiy ruhoniysi bu narsa bo'lganini tan olib, ular ehtimol bunga loyiq edi degan. Hisoblarga ko'ra, bunday tajovuzlardan so'ng 240 mingga yaqin nemis ayoli halok bo'lgan. 100 mingga yaqini homilador bo'lib, abort qildirishga majbur bo'lgan. Taxminan 10% esa shu asoratlardan vafot etgan. Ammo manzara faqat shundan iborat emasdi. Mehr ham, kelishuv asosidagi aloqalar ham bo'lgan. Ba'zan esa chin dildan sevgi ham mavjud edi. AQSh armiyasi uchun bunday aloqalar katta boshog'riq bo'lgan. Boshqa sektorlardan farqli o'laroq, amerikalik askarlar nemislar bilan yaqinlashmaslik haqida qat'iy ogohlantirilgan. Ularga nemislarning barchasi tuzatib bo'lmaydigan natsistlar, qo'l berib ko'rishmang, gaplashmang deyilgan. Albatta, bu qoida tez buzildi. Amerikaning Jeep mashinalari o'tayotganida xarobalar orasidan nemis ayollari va bolalari chiqib, shokolad yoki konfet tutib turardi. Amerikaliklar sog'lom, xushchaqchaq, ko'pincha frontning eng yomon tomonlarini ko'rmagan yosh yigitlar edi. Bu ularni nemis va sovet askarlaridan keskin farqlab turardi. Ular ko'pincha uzoq urushdan charchagan, kam haq oladigan ingliz ishchi tabaqasi askarlariga qaraganda ham yaxshi ko'rinardi. Bu holat Amerika qo'mondonligi uchun muammo bo'lib qoldi. Tadqiqotlardan birida okkupatsiya davrida AQSh armiyasida jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasallik 1000 nafar askarga 190 ta holatgacha chiqqani qayd etilgan. Ya'ni deyarli har 5-askar mana shu kasallikdan aziyat chekkan. Boshqa bir manbada bu ko'rsatkich 1000 askarga 87 ta deb berilgan. Bu ham juda yuqori. Muammo faqat tibbiy emasdi.
1955-yildagi hisobotga ko'ra, nemis onalaridan va ittifoqchi otalardan tug'ilgan bolalar soni 66700 atrofida bo'lgan. Shundan 37 mingiga amerikaliklar otalik qilgan, ammo asl raqam ehtimol 200 mingga yaqin bo'lgan deyishadi. Ba'zi ayollar sigaret, sovun yoki shakar olish umidida AQSh kazarmalari oldida navbat kutardi. Amerikalik zobitlar esa qoidani buzib, o'rmonlarda uchrashuv joylari belgilab olishgan. Bunday ayollar yang sevuvchilar deb ataldi va mahalliy aholining g'azabi hamda g'ibatiga nishon bo'ldi. Ko'plari kaltaklangan, sochlari qirqib tashlangan, xalq dushmani, xoin deb haqoratlangan. Hatto o'ldirilganlari haqida mishmishlar ham bor. Ba'zi qizlarni esa o'z qarindoshlari ham amerikalik bilan yurib qolsa, balki oilani qornini to'ydirar degan umidda ittifoqchi askarlarga yaqin bo'lishga majburlagan ham. Oxir-oqibat 1400 ga yaqin nikoh amerikalik zobitlar va nemis ayollari o'rtasida rasmiylashdi. Ammo dastlab bu ayollar uchun viza olish oson bo'lmagan. Ko'pchiligi uchun esa turmush qurish umuman bo'lmaydigan narsa edi. Ittifoqchilar tarqatayotgan oziq-ovqat hammasiga yetmasdi. Ular mahalliy chayqovchilar bilan birga bor narsani taqsimlashga harakat qildi. Lekin agar siz butunlay kambag'al bo'lsangiz, hech kimingiz bo'lmasa va yashab qolish kerak bo'lsa, yo talonchilik qilardingiz, yo ittifoqchi askar bilan do'stlashdingiz. Nemis gazetalari deyarli har kuni do'konlarga bosqinlar haqida yozib turardi. Keyin 1946-47-yillarda juda sovuq qish keldi. Shaharlarning hamma daraxtlari kesib tashlandi. Nemislar norozilik namoyishlari qildi, qo'zg'alishlar bo'ldi. Endi esa sovuq urush boshlangani sari har ikki tomon, kapitalizm ham, kommunizm ham kim yaxshiroq ta'minlaydi degan targ'ibot poygasiga tushdi. Sovet propagandasi Amerika propagandasiga qarshi chiqdi. Bu orada millionlab nemislar qora bozorda tirikchilik qilar edi. Qizig'i shundaki, nemislar endi natsist formalarini, natsist medallarini, natsizmga oid har qanday buyumni qayta izlay boshlashdi. Chunki bular ittifoqchi askarlarga yaxshi narxda sotilardi. Avval yoqib yuborgan, uloqtirib tashlagan partiya biletlari, portretlar, hatto kichik temir nishonlarni endi topolmay afsuslanishdi. Ular evaziga shunchaki sigareta olishi mumkin bo'lgan. Ba'zi nemislar bu ishdan yaxshi pul qildi. Masalan, keyinchalik yozuvchi va ziyoli bo'lgan Hans Magnus Enzensberger 16 yoshidayoq amerikaliklarga natsist nishonlari, xanjarlar, qurollar, formalar sotib, bugungi pulda deyarli $500,000 ga teng daromad qilgan. Ko'chalarda uzun palto kiygan erkaklar sotadigan narsam bor deb pichirlab yurardi. Tezkor va tirishqoq odamlar ko'tarilib ketdi, sinib qolgan, oilasi yo'q, bahslashishga ham qurbi yetmaydigan sobiq harbiy asirlar esa pastda qoldi. Ba'zan nemis askarlarining o'zi amerikalik zobitlar oyoqlari ostiga yopishib, u tashlab yuborgan sigaret cho'g'idan bir burda olishga urinardi. Ayrim amerikaliklar qora bozor bilan shu qadar boyib ketdiki, katta tekshiruvlar bo'ldi. AQSh armiyasining bir hisobotida shunday deyilgan: askarlar haddan ziyod ichadigan, kiygan formasiga hurmat qilmaydigan, shovqin-suron ko'taradigan, fuqarolarni hech qanday huquqini tan olmay kaltaklaydigan va qora bozor orqali o'zini boyitadigan odamlarga aylanib qoldi. Bunga dalil sifatida Berlin moliya bo'limi 1945-yilda askarlarga $1 million maosh tarqatgan bo'lsa-da, uyga jo'natilgan pul $3 million bo'lgani keltirilgan. Bugungi hisobda bu 55,3 million dollardan ortiq degani. Shunga qaramay, bir ma'noda bu ham ish berdi. Asta-sekin nemislarda o'ziga bo'lgan ishonch qayta paydo bo'la boshladi. Natsist rahbarlar urush jinoyatlari uchun sud qilinar ekan, nemislar asta-sekin odatdagi hayotga o'xshash narsani qayta qurdi. Kinoteatrlar ochildi, odamlar yana tom ostiga ega bo'ldi, Gollivud filmlarini ko'ra boshlashdi. Lekin bir fakt bor edi. Nemislarning katta qismi o'zini jabrdiyda deb bilardi va rejim qilgan dahshatli ishlari uchun umumiy aybni tan olishni istamasdi. Sovetlar ham, amerikaliklar ham Germaniyada o'z modellarini eng to'g'ri deb ko'rsatish uchun propagandani kuchaytirar ekan, ustun irq haqidagi natsist aqidalar sekin baland ovozsiz tarix soyasiga kirib ketdi.
Har ikki tomon biz bu yerda qanday yaxshi ish qilyapmiz deyishga shunchalik berilib ketdiki, o'zlarining o'sha paytdagi zo'ravonliklari, jinoyatlari e'tibordan chetda qoldi. Mamlakat ustiga g'alati bir sukunat cho'kdi, qurilishlar, qayta tiklashlar haqiqatdan ham qoyilmaqom bo'ldi. Lekin xalq orasida ulkan, hech kim nomini aytishni xohlamaydigan fil turardi. Bu urush va genotsid uchun haqiqiy javobgarlik masalasi bo'lgan. Ba'zi sobiq Gitlerchilar o'sha paytdagi o'z ishtiyoqini tan olish o'rniga meni ota-onam to'xtatib qolmadi deb ularni ayblashni afzal ko'rishdi. Ya'ni go'yoki ular o'zlari Gitlerning ustun irq haqidagi g'oyasiga ishongan emas, balki kattalar ularni asrab qolmagani uchun shunday bo'lib qolgan. Katta avlod ham aybini tan olishni istamadi. Sudda o'tirgan natsist rahbarlaridek ular ham ayb tayoqchasini boshqalarga uzatishdi. Katta urush jinoyatlari bo'yicha xalqaro tribunaldan tashqari Germaniyada taxminan 900 ming kishi ustidan sud bo'ldi. 3,7 milliondan ortiq tekshiruv o'tkazilganiga qaramay, atigi 25 ming nafar natsist aybdor deb topildi. Ularning ham 10% dan kamrog'i yirik jinoyatchi toifasiga kiritildi. Aslida esa hisob-kitoblarga ko'ra 1 milliongacha odam yahudiylarni yo'q qilish jarayonida faol ishtirok etgan bo'lishi mumkin. Buning ustiga majburiy mehnatda halok bo'lgan millionlab sovet fuqarolarining hisobidan foyda ko'rganlar ham bor edi. Demak, Germaniyada o'tmish bilan yuzlashish juda sekin boshlandi. Faqat 1960-yillarga kelib, yahudiylar ustidan yakuniy yechim mualliflaridan biri Adolf Eichmann sud qilinadi. Shundan keyingina Germaniya bu masalaga jiddiyroq qaray boshladi. 1970-yillarga kelib esa mamlakat yana kuchli iqtisodiy davlatga aylangan bir paytda o'z o'tmishining og'irligini to'liq tan olishga majbur bo'ldi. Shu orada oddiy nemislar har kuni o'zlari vayron qilgan mamlakatni parcha-parcha yig'ib hayotni boshqatdan qurishga majbur edilar. Ittifoqchilar dastlab natsistlar haqida qattiq chora ko'ramiz, hammasini javobgarlikka tortamiz deb o'ylashgan. Lekin keyin Germaniyani oyoqqa turg'azish ustun kelib, buni amalda qilishning iloji yo'qligi ma'lum bo'ldi. Shundan keyin yirik natsist jinoyatchilar, elita vakillari, bankirlar, sanoatchilar, yuqori darajadagi amaldorlar amerikaliklar tomonidan sekin asta erta qo'yib yuborildi. Shunchaki jimgina qo'yib yuborildi. Ular keyin AQShda ham, boshqa joylarda ham juda foydali bizneslar qilib yashashdi. Tasavvur qilyapsizmi? Millionlab odamlarni qirish uchun qaror chiqargan insonlar shunchaki qo'yib yuborilgan. Sovuq urush boshlangan edi va endi eng muhim vazifa uni yutish bo'lgan. Shuning uchun kechagi natsist amaldorlar yana sudya, siyosatchi, davlat xizmatchisi bo'lib ishlay boshladi. Holokostdan boyib qolganlar ham xuddi hech narsa bo'lmagandek o'z sanoat imperiyalarini davom ettirdi. Natijada Germaniyaning o'zida holokost mavzusi deyarli tilga olinmay qoldi. Hatto ayrim maktablarda bu mavzuni deyarli o'qitishmadi. Bu sonda Berlin devori haqida gapirmadik. Chunki u ham ancha keng qamrovli mavzu. Ammo urushning oqibatlari oddiy nemis oilasiga qanday ta'sir qilgani haqida yetarlicha tasavvuringiz shakllandi deb o'ylayman. Chunki Germaniyada yashagan har kim ham natsist yoki fashist emas edi. Bu xuddi shunday kanali edi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa navam. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.